Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Bir qo'l minib yurgan mashinamizni sotmoqchimiz. Bilganlar biladi, usta tog'alar. Bir qo'l miningan mashina. Zavoddan 2021-yili olib chiqqanmiz. Shuni endi sotmoqchimiz. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya mexanika. 4 ta yangi baloni bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Salon holatlari. Yurgan masofasi 99 ming yurdi. 100 mingga borgan yo'q. Salon qismi. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar yaxshi, yangi. Motor, hadavoy, xullas hamma joyi ideal. Olasiz, minasiz. Kraskasi yo'q. 100% toza mashina. Chunki o'zimiz minib yurganmiz, o'zimiz bilamiz. Xohlagan joyingizda tekshirib turib olaverasiz. Aytganimizdek, mashinamiz gaz. Orqa salon qismi 90 talik gaz baloni bor. Zapaska balonlari. Mashinamiz holati. Qachon chiqarilgani? 21-yil. Shunaqa, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Mashinaning ustida narxini gaplashaveramiz. Joninglar sog' bo'lsin.